Bugungi mavzuyimiz entropion, ya'ni qovoqlarning ichkariga burilib qolishi. Bu ko'pincha ko'zda bo'ladigan juda ham katta diskomfortlarni keltirib chiqaradi. Qovoqlarning ichkariga burilib qolishiga sabab bu tug'ma bo'lishi mumkin. Ikkinchi usulda bu shu ko'zdagi biriktiruvchi to'qimalar zichligini kamayishi yoki anatomik turli xil chandiqlanish natijasida ko'zdagi kuyishlar natijasida bo'lishi mumkin va bu ko'zda quyidagi belgilarni keltirib chiqaradi. Ko'zda nimadir qadalgandek yot jism hissi, qichish, achish, yoshlanish, kipriklarni doimiy ko'zga travma berish natijasida ko'zda uzoq vaqt bakterial konjunktivitlar yoki oddiy shamolga yoki yuzaga chiqqanda yoki tashqariga chiqqanda ko'zda juda ham ko'p diskomfortlarni keltirib chiqarishi mumkin. Buni davolashi quyidagi usullari bor. Birinchi usul bu ko'pincha uni tashqari tomonga massaj qilib turiladi agarda bolalar kichkina hali rivojlanayotgan bo'lsa. Ikkinchi usul bu jarrohlik operatsiya usuli. Jarrohlik operatsiya usulida qovoqlarni pastga tortish uchun ortiqcha terilar yoki biriktiruvchi to'qimalarni o'zaro bir-biriga tikib, ortiqcha yog'larni ko'zni o'zida repozitsiya, ya'ni yog'larni biriktiruvchi to'qimalarni o'rni o'zgartirilishi mumkin. Eng keng tarqalgan usullardan biri bo'ladi bu. Undan tashqari maxsus plastrlar yordamida qovoqni tashqaridan pastga tortib turiladi. Uzoq vaqt yopishtirilganda ko'z anatomik tuzilishi shu holatda egallaydi. Agarda bu vaqtida davolanmasa, ko'zda uzoq vaqt infeksion kasalliklarni, keratitlarni, shoh parda eroziyalarini, shoh parda yarali kasalliklarni va ko'rish o'tkirligini pasaytirishi, agar og'ir holatlarda bo'ladigan bo'lsa, eroziyalarni uzoq davom etishi natijasida hattoki ko'rlikka ham olib kelishi mumkin. Agar siz yoki yaqinlaringizda entropionni dastlabki belgilari yoki biror bir shunga o'xshagan shikoyatlar bezovta qilayotgan bo'lsa, o'z vaqtida o'zingizga yaqin shifokorga murojaat qiling. Agarda sizga mutaxassis kerak bo'lsa, bemalol qabulimizga yozilib, o'zingiz muammongizni hal qilishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.